barcha narsaga havas bilan qarashni o'rgan. Palonchining ishi yaxshi bo'lib ketibdi, o'zini omadi kelib qoldi. Mashina almashtiribdi, o'z azaldan boy edi degan so'zlarni yig'ishtir. Alloh beryapti deya yaxshi nazarda havas bilan qara. Ana o'shanda barchasi bir zumda o'zgarib ketishini his etasan. Hali meni aytdi deysiz, barchasi o'zgaradi. Faqatgina yaxshi niyat hamda o'zingizdan ozgina harakat. Yuzingizdagi tabassum esa sizlarni boshqa omadsiz insonlardan ajratib tursin. Esingizdan chiqarmang, faqatgina havasdan qarang. Xudo unga beryapti deya yaxshi niyat bilan, yaxshi ko'zlar bilan qarang.